Men juda ham xohlagan bo'lardim bu mehnatlarni qadrlashingizni azizlar. Mana shu qo'shiqni yozish uchun 1 oy vaqtimiz ketdi. Avval so'zi yaraldi. So'zidan keyin musiqasi, undan so'ng aranjirovkasi, undan so'ng mana shu qo'shiqqa to'g'ri keladigan xonanda topish kerak edi. Ya'niki xasta, lekin xonanda. Tasavvur qiling, qanchalar qiyin. Xonandani topish oson, xastani topish oson, lekin ham xonanda, ham xasta bo'lgan odam topish qiyin. Bularni biz Qirg'izistondan topdik. Bularni Toshkentdan topdik. Va bular qancha qiyinchilik bilan bu qo'shiqni yozganlarini tasavvur qiling. Bu kishi juda ajoyib inson. Endi bu ko'rinishlardan faqatgina oyoq, qo'l xastadir, lekin aslida ichlarida ham xastaliklar juda ko'p. Qo'shiq yozayotganlar nafas olishlar juda qiyin bo'ldi. O'pkalarida xastalik bor. Lekin shunday bo'lsa-da hayotga muhabbat bilan, isyon qilmasdan, noshukrlik qilmasdan, insonlarga malomat qilmasdan, hammaga ibrat ko'rsatib hayot kechirib kelayotgan bizning vatandoshlarimizdan, yurtdoshlarimizdan yana bitta qarsaklarimiz.